chiqdi aka. Oh. Hujjat bilan hali yangi akkumulyator ham 2 oy bo'lgan bo'lsa, men oldimga bir kelmadingizmi? yangi yo'q. Kelsangiz yaxshiroq matiz berardim shu pulga. 18 millionlab pul bilan kelsangiz ham normal mashina beraychi edim. Shunday qoldi. Yordam qilavergan aka. Mayli, yordam qilamiz. Lekin uncha baland aytmang-da. Yordam qilavergan aka. Mayli, yordam qilamiz. Lekin uncha baland aytmang-da. Ya zarar aka, aniq, bir oddiy yigit ekansiz. Hozir shu narsalar haqida gaplashib turdik akalar bilan. Yurishi zo'r haydab qo'yganimdan bilan. Ha, bo'lgan ekan sarg'am. Nechinchi yillardir bir sarg'am bo'lgan ekan bu bechara. 2 so'raydi bekarga aytmanman-da sizlarga. Hozirlar Instagramni ko'ryapsizmi? Hozir. Kecha kunlarni ham ko'rdingizmi? Ko'p emas, kecha. Matizlar olindi kecha 2 ta 3 ta. 9,5 millionga oldim. Do'stim. Endi unaqlarga sensatsiya narxlab ketadi. 18 juda baland. Bilib turibman. Siz 2 oy oldin olgan bo'lsangiz, 2 oydan beri, bir oydan keyin kunga tushib kelyapti narx, mayli. Men narx sindirmoqchi emasman, lekin bir narsa. Yordam qilgim keldi, mayli. Shuning balkim sizga yordam qilaman. Bo'ladi desangiz bir narx. Mayli, 15 million bo'lsa bering olib qolaman. Bu mashina o'zi 10 millionlik mashina. 22 millionga tushib ketdi-da. Bir umuman xarajatni haydab Tushuning. Bo'ladi desangiz 15 millionga olaman. 15 million juda zo'r. Hali bular narx emas. Keyin Instagramni bir ko'ring. Men 15 ga qanday matiz olib kelganlarimni ko'rasiz. Mayli. Endi 2002 matiz 15 million men hali beri ola olmaganman. Olmasam ham kerak bundan bag'iya. 15 million bo'lsa qolsin tavakkaliga olaman. Balkim shu yerdan mayli juma kuni kimdir olar, men pul qo'ymay sotaman o'zi bugun. Olsa ham 15 million. Agar shu mashina qolib ketadi qo'limga, qolib ketsa ham shu mashina 15 million. Bugun emas, erta ham shu mashina 15 million. Chunki buni ustiga narx qo'yib bo'lmaydi. Ko'tara olmaydi. Aka, birodan juda katta. Ichimiz 17 million. Xoliqmas kerak-da shu uchun. Ya shunday qoldi-da, tirikchilik qilish kerak edi. Yo'q, mayli aka, ishlab turibmiz. Noyabr, dekabr ketibdi 2025 noyabrdek. Keling aka, 18 gram bilan qo'lingizga pulingiz bo'lsa, yaxshiroq matizlarni chiqarib beraman aka. Mayli, qarang, 15 million bo'lsa bering, har tomonlama o'ylab ko'ring. Bu savdoda bu mashinaga qilmayman men o'zi aslida. Men tushunsangiz bir yaxshilik deb qilaman. Mayli, qolsa 15 millionga olaman. 16,5 bering aka. Juda zarar tushib ketyapman-da. Mayli. Akkumulyator ham yangi, umuman xarajat qo'ydim. Hozir bozor olib chiqsangiz, men so'ragan narxlarni so'ramaydimi bular? 16,5 qilyapman. Yo'q, mayli, 16 million beraman. Qo'shmang. Olasizmi? Malasiz, qayerdan sizniki? Bu uy meniki, sizniki qayerdan? Ha, shunday deying-da. Bu yerga men turaman-da. Narxlar qo'yib sotilmaydi. Baribir ham qo'ymayman buni ustiga. 16 millionga oldim. Bu yigitni ko'p ham qiynamang. Bag'unda ekan, polni kraska ekan demang. Mashina polni kraska. Kraska tomoni qidirilmaydi. Yurganini ham 200 qancha deyaptilar-ki, 2 marta bu qaytarilgan probek. Bunisiga ham e'tibor qilmang, xo'p? Beqqacha qaytarilgan, qaytarmagan. Bu mashina 2 kun yurgan mashina bunday turmaydi. U javob bermaydi, talabga javob bermaydi. Eng ishonarlisi 4 kun bo'lsa ishonsa bo'ladi. Tushundingmi? Endi bu yigit bilmaydi bu narsalar. Men bu yigitga sen bilasan, sen meni aldaganni kelding demayapman. Bir oy bo'lgan, to'g'risini aytibdi. Yigit kishi qiynalganini aytdimi, o'tgan bo'lsa aytadi, o'tmasa aytmaydi. Yaxshi yigit lekin. Rozimisiz? 16 millionga yaxshi kunga mining. Do'stim, yeng qilib berasiz. Olginizcha keling, qo'limdan kelgancha olgincha ham sizga bir nima yordam qilaman. Xo'p?